Liangshan ko'lining 3 ataman qaysilar? Oq yaktaklik Wang Lun, Monar Yo'tkik Jazrat Chougay, Shipaliq Yomg'ir Sungjang. Endi bularning ichida Wang Lunning umri eng qisqa bo'lib qolgan bilan meningcha 4-si zo'r deb qarayman. Bu bir qoltis ataman. Avval meni go'nju qilib bir dana yurak berib deb, gapimning davomini anglab beqinglar. Anondan keyin ozroq qoyilib qolsildayman. Wang Lun asli bir tashrifdorlikqa intam birib azroq numur kamlab qilib aliyular bulanmagan mandaq bir talib. Amaliyotda buning numur kamlab qolgan emas, pul kamlab qolgan. Nimishqa bu bir namrat oildan chiqqan. Buning hali bir yo'lni qig'idak bir mol mulki yoki yo'qotabi tunshi mandaq yo'l yo'q. Shuning uchun bu qilib qolgan aytolmayman. Undan keyin bu vaqtni bu ochiqda xizmatchi bulanmasam, aliyular bulanmasam, maqla uzam igilik tiklayman deb Liangshan kul igilik tiklagan. Bu vaqtda Liangshan kul degan bir taqirtaq, hech kimning nazar tushungan, hech kim qarab qo'ymaydigan yer. Wang Lun shu vaqtning o'zida buning strategik o'rni, u 20 yildan keyingi bir kelgusini ko'rib yetalab, mushan tanlagan. Mushaga noldan boshlab igilik tikgan, noldan boshlab qasr saroylarni tiktirgan, o'rmon barpo qilgan, kemalarni akagan. Masalan, Linchong angdaslab chiqqandan keyin bu yerni ko'rgandan keyin shu vaqt deydi. Bu Liangshan ko'lining atrofi 8 chaqirimlik suv, bu tabiiy to'siq va bir tarafida qaltis egiz o'rmonlar va bu tarafda hujum qilolmaydi. Oravullar nihoyat muntazam kechasi aylangan postlar bu Liangshan ko'li haqiqatan yaxshi boshqarilgan bir o'ringa deydi. Mushlarning hammasi Wang Lunning to'kisi. Demak, Wang Lunning eng dastlabki mushani tishligini, mushani barpo qilgan, asosiy bo'lmagan bo'lsa, keyingi Chougay Sungjang boshlig'iga 108 polvon to'plangan Liangshan ko'li hargiz mavjud bo'lmaydi. Mushlarning asosini tiklab bergan, kelgusini yoritib berganning hammasi shu Wang Lunning to'kisidan boshlangan. Endi bundaq deb Wang Lunni maqtsam, ba'zilar Wang Lunning ichibak ta bu yerda Linchongning qabul qilmagan Chougaylarni sug'dimidi, shuni o'lgin xo'p bo'ldi deyish mumkin. Endi Linchongning masalasini men burunqi zo'pinda tafsiliy so'zlab bergan. Endi Chougaylarning kelgan masalasini bir tahlil qilib baqili. Qarab baxinglar, Chougay durust niyatda, yaxshi maqsadda keldimi bu yerga? Yo'q, Chougay aslida bu yerga vuyun qatorliqlar bilan yomon niyatda keldi. Mishan tatib olish buning maqsadi hargizmi Wang Lunning qo'llashida bir ishlaydi deb keldimi? Undaq emas. Masalan, o'ylab baxinglar, Wang Lun asli bu yerda 100 ming ko'ylan bir shirkatni tiklagan. Bu shirkatning o'rni taraqqiyotini boshqalar ko'rib yetib, bu shirkatning asosini tiklagan. Mablag' 100 ming ko'y atrofida bularning ixtisosli xodimlari qo'lda ostida orali to'ti va bir spinyon texi. Biroq Chougay bu vaqtda 1 million atrofida mablag'ni ko'tarib kelib, men shirkatimga pay qo'shay dedi. Buning qo'llastida 7 dona ixtisosli odam bor. Bu nimga bu aniqlama shirkatim o'tkazib olaman. Bu shirkat buningki menga tayyorlik bo'lsin degan gap emasmi? 100 ming ko'ylan qurgan bu shirkatga 1 million akagandan keyin ixtisos qirg'insining jeb, demak buningki keyin gap mening gapim gap bo'lsin degan gap men shirkatni yutib olaman degan gap. Ham shunda ahvol ostidami Wang Lun yana mardlik qildi. Yana o'g'ilvaldachilik qilib, Chougaylarning nurg'un so'g' salom bilan yo'l sep qo'ymoqchi bo'ldi. Bir chiroyli ketinglar deb. Bo'lmagan bo'lsa bu yerga Wang Lun Chougaylar uxlayotgan vaqtning o'zida kechsi hujum qilib bularning hammasini bostirvasi bo'ldi. Bu 7 polvon chiqdi degan bilan bu vaqtda Wang Lunning hech bo'lmasa 1 ming lashkari bor. Kechsi qo'rshapli hujum qilsa bularning hammasini pakiz qilib biroq Wang Lun bunday qilmadi. Endi oshvaganning ustiga mushrib bu yerga Linchong nomardlik qilib Wang Lunni o'ldirib o'tdi. Nurg'ullar mashahadki Linchongni mardlik bilan undaq qildi deyishlar, mardlikmi? O'ylab biqinglar, bu yerga Linchongning barar yeri qolmadi. Shu vaqtning o'zida Wang Lun mayli kayliga sursimi bu yerga Linchongni ish qilib deb qoldi. Shundan emasmi? Har qanday bir cho'ng bir kichik shirkatga bir ma'lum bir o'quvchi keldi, men ishga falan maktabni bitirib kelgan deb bir ixtisosli bol keldi. Undan so'ng shunday bir odam kelsa, kipoqchi, voy ufkan kelsa, sizlar bu yerda ishlasizlar, ma kompyuterlaring, ma mashinalar ishlasizlar, bizning shirkatning oliy xizmatchisi deymizmi? Hargiz unda demaymiz. Kelgan bo'lsa oldindan bir menshirib boqamiz. Buningki diplomlarini ko'rib boqamiz. Oz bo'lganda 15 kun bo'lmasa 3 oy buni pinyon olib ishlatib boqamiz. Unga rost bir iqtidor bormi? Rost bir narsani bilib keldimi deb. Shundan emasmi?
Onun kendinden resmi işletimiz bunun niyeti qandaq durusmu deb. Bu yerki Wang Lunning qilgani meni xato deb qaramayman men. To'g'ri, Lin Chongning niyeti durusmu, durus emasmi deb. Demak, Lin Chongning müşat qilgandilla Wang Lunning ep qolmayman deganining rostligi chiqib qoldi, to'g'riligi chiqib qoldi-chu. Aslida ep qolmasulga odam ekan to'q deb o'yildim men. Hey, o'ylab baqqanlar, Lin Chong o'zining xotiniga chaqchaq qilgan, xotini oyoqqa siqgan, eliq Gaoyaniga bir biramish ataldimi? Biramish uraldimi, ashun tilli aldimi? Açıqlıqla ötüb ketdi. Bu əmaqla hamda bu Gauchuning o'g'liga chiroyli qonun yo'lida hal qildimi, berib arz qildimi? Dedimi, men xotinim qimandaq chaqchiq qilgan deb birayang deb baqdimi? Shunim qilamagan lat tutsa bilinchon. Uni keyindan bu yerda Gauchu buni qarlab, buni mashundaq yo'liq majburlab qo'ydi, yuzi xat chekdi, paldi. Mushu vaqtda kim bil Yangshankilda Gauchuni tirik tutib olgan vaqtning o'zida Gauchuning bo'yni kalishini tirab qo'yib qarab turdi. Kalish surki oldimi? Ya. Navada maşının ornida Lojishin yoki Wusung qilib qolsin, cho'qim o'ltiribdi, Gauchuni o'ltirib, achchig'ini chiqirdi, unga nima bo'ldi deb. Lin Chongchi shuni ishim qilamidi? Bu yerda Wang Lunning yomonlik qilgan, Lin Chong hech qanday yomonlik qilmagan. Hech qanday yomonlik qilmagan tasdib qilsin, ep qolgan odamni Lin Chong bilan Chaogayning tunishligi yo'q ballar. Lin Chong bilan Chaogay Mashiyada tunji qatim ko'rishgan, buningni bir nomini anglagan bilan seni bu yerda ep qolgan bir otamining tursa, umringni bir ko'rib boqmagan, mol mulki, nam-obro'y cho'ng'araq ikkinchi bir odam chiqsa, darhol meni o'ltirib etib, oning qo'yini uzangni assang mash mark bo'lamda. O'ylab beqinglar. Sizlarchi guayyu bo'lib qolgan bo'lsa qilamdi, mumkin emas. Demak, mush vaqtning o'zida Chaogaymi nomardlik bilan Wang Lunning o'rnini tatib olgan. Nomardlik bilan mashinaning o'ziga o'ltirib taqdiraga otaman bo'lgan. Har qanday bir yaxshilikqa yaxshilik, yomonlik yomonlik. Sendin yansa man birsidan yanidi. Shundami? Shuning uchun Chaogayning mash qilgan nomardligimi uzoq o'tmay yuziga yenib, bumi qasilib o'lib ketdi. Chaogayni kim qasildi? Chaogayning zot Sungjang qasildimi? Shungun qasildimi? Shungun qasilsa, nima uchun o'qiya qismini yozib qo'ydi? Navad Sungjang qasilmagan bo'lsa, nima uchun bu yerdagi Chaogay mening qisosimni kim olgan bo'lsa, shu otaman bo'lsin deb nasihat qoldirsa, bu gapni achqiblar. Shungun kim tirik shu otaman bo'lsin deydi gapni o'zgartirib atdi. Subida nomli asarga echilmagan bir sir, muhim bir voqea Chaogayni kim qasildi? Undan so'ng mush mazmun qiziqadigan do'stlar, bu mazmunni men yarim soat atrofida so'zlab, ujur-bujurgacha etib, ostidagi Xaytunji Daodiga ulanmoq eshib qo'ydim. Bishkoy pulga setib olib, menga anglay olasizlar. Yoqtirgan do'stlar, ostidagi Xaytunji Daodiga ulanmoqni setib anglasanglar bo'ladi. Rahmat.